Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun Sumni 2-etajidagi 102-do'konning oltinlari bilan tanishamiz. Buguncha dollar kurslari hozir ekranda qo'yib o'taman. Dollar kurslarini euro, dollar, kazak tangasi, rubl hammasini ekranda ko'rsatilgan. Do'stlar, yuziklardan başlayamiz. Bugungi hamma tozagan yuziklarni ko'rsatib o'taman sizlarga. Yuziklarning haliyan turida bor. Shu 102-do'konga kelib ko'rib, o'zlaringiz baholari bilan tanishib, qaysi yuziklar sizlarga yoqsa, shu yuziklarni ko'rib, o'zlaringizga yoqqan yuziklarni olaverasizlar, do'stlar. Razmerlarga keladigan bo'lsak, do'stlar, qo'lingiz necha razmerda bo'lsa, shunga yarasha shu razmerda haliyan turdagi razmeringizdagi yuziklarni topib bilasizlar. 12 kichkina razmerdan katta razmerdan bor. 8 necha ham edi? Oldi berdim. Shurasi ko'rsatib qo'yib, Haliyan grammdagi yuziklar bor. Xohlasangiz 1,5 gram, 1 gramdan tutib ta 4-5 gramdan bor. Iloji bo'lsa, yuziklarni qoshsiz hozir shunday nalar yuziklar moda bo'lgan. Qoshi yo'q. Qadim yuziklar bor, qoshi yo'q. Yuziklar olsangizlar, iloji bo'lsa ertaga yurgan sotchakdan o'zlaringiz qo'rqmay sotaverasizlar. Qoshini addenni olib turib tarazida o'lchab sizlardan pulnimat qilib olmaydi. Prямо taraziga shuni tashiysizlar, sotchakdan ertaga qiynalmaysizlar. Agar qoshli yuzikka qiziqsangizlar, qoshli yuzikni iloji boricha brilliant bo'lsa, mana brilliant qoshli bo'lsa, bu sizlardan brilliant qoshni qo'porib turib zargar lom hisobda andatib olmaydi. Qoshi bilan birga hisoblab shu sizlardan qimmatbahoda olinadi. Oltinni sifatini qarab 585, 750 probasini qarab sizlardan pulnimat qilib oladi. Sotgandan qiynalmaysizlar. Menga xo'shroy Bakinskiy nalar bor. Qoshlari brilliant. Qaratini qarab ular ham har xil qarati, har xil urliqchi, shunga qarab qimmat yuradi. Qoshsizlar bo'lsa yana 585 ajoyib xo'shroy hozir modada bo'lib turgan gelinlar uchun chiroyli yuziklar bor. Razmeringiz necha bo'lsa shu razmeringizni aytasiz, sirasi sizga qadar yuziklarni topib beradilar. Yuzikning bu sariq xillari bular italyanskiy deb aytiladi ekan. Italyanskiylari bor, ular ham probalari yaxshi proba. Dim bo'lmasa, o'zlaringiz ishonmaydigan bo'lsangizlar, oltinni dimomcha tushunmaydigan bo'lsangizlar, agar tekshirib shuda zargarlar bor. Zargarlar shuda sira tekshirib aniq probasini chiqarib beradi. Bu yerda qo'rqmanglarsizlar. Pulsiz kelsangizlar ham shuda sizlarga kreditga ishonch orqali shuda kreditga lipoy время 3-etajda ishonch narsa o'tiribdi, shuda olaverasizlar kreditga prямо. Unda kumush yuziklar bor, har xil turdagi. topolmadim. Rasmdan kechagi hammasini o'chirgan yo'q. Haligi ko'ngil holliga alam qildim. Bu 14 ekan. Ha, bor.
Ko'payib ketdimi? Ana shu chiqib qolsa kerak. Bisirgam qadimgi bisirgam sindirib ketadi. Bunga boshqa bog'lar qo'ydiraman. Bo'ldi. Yine bisirgam baldakini oldim. Teshkiligini ham tozim. Çaldın mı?